keyindan qo'g'lab bormoqchi bo'ladi. Adash, makencha tushimda ko'rgan-chi, bir chalda tushimda ko'rgan adash. Ya pulni to'lamay qachon davatımsa adash? Ya adash, o'zing to'laydi. Asha yugurib o qizning keyindan mangdi. Lekin o'ylamagan yerdan yomg'irda o qizning kirimi to'kilib, bir damda to'niqsiz bo'lib ketgan edi. Efendim, siz birsiniz davatımsiz? Hayotim mishada ufchiq bir oq qansar kiygan bir qizni ko'rdingizmi? Shinsaysa otdek bir qiz bola. Yosh bolalarni jiq qo'yib ketgan bu qarish shiping pobaykining ichiga oq qansarni kiyib olgan qiz to'rda xongbov so'rab qaytirib bermagan zapas chaqtirimning biri emas-tu, ha? deb andish qilib, o'zini oshkorlamay, siz izdegan o qansar kiygan qizni ayada bir ko'rgan, mayada bir ko'rgan deb, xoshani bir chetdan paypoq qilg'ash, bir chetdan uningdan bira ilish bor yo'qligini jazmlashtirmoqchi bo'ladi. Dal bu paytda shaharning yana bir tarafida o'zgacha kiyingan ajoyib Sapra Xilla ismli bir bola bo'lib, o'zining qal'asining jonkshosidan toza rozi bo'lmay, hunarvanni doprisqa tortyapti. Xapama aka, ranjima. Tuliyoq tugab ketib qoldi. Shu tomni sug'magandim. Monimo mavo. Okango mana qizil tuliyoq, ha? Bop salavat ketiver afkam. Shaqqingni kayningdan etib beray. Degandek, bu lavuzda turadigan Xilla apandim shaqqini kaynidan darhol etib berdi. Buningdan shuni bilib olaymizki, ba'zi bir vaqtlarda show his away haqiqatan muhim edi. Ishlarni pokiz tugutish uchun ayni vaqtda bu hunarvanni o'ziga tonishtirgan tog'sini joylab etmoqchi bo'ladi. Lekin bu chaqda qo'lsalay deb turishiga tog'sining qizi Vendani uchirtib qoladi. Ha, bek chiroyliq ya toza. İçilip qaptı şavduza. Qo'qman qizjaqsiz mendin, men bo'rasiz shavtuza. Ganjoning xilili kayni kirib ketgan Xilla tog'sining bir qo'shiqqindan kechib, dadisi bilan to'y ishini maslahatlashmoqchi bo'ladi. Yaxshi o'ylabsa bo'lam. Biroq hozir bir qism qizlar-chi cho'nglarni xalab ketmaydi. Mushu masalani hal qilsanglar, ish bitadimi? Bu gapni anglagan Xilla dadisining gapini to'g'ri ko'rib, bu masalani tüp yiltizdan hal qilib etadi. Hamda tog'isiga bechora ko'rinib, munosabatni yaxshilamoqchi bo'ldi. Lekin bizning Vinda bo'lsa, texicha xoshani ahmoq qilib yuradi. Geviga yig'dingshi. Geviga gedaha sho geni. Bigedaha sho bigey. Nemini berdin, nemini? Voy yiliq oq qansar kiygan qizning nomerini-chi? Oy, baş adamni ko'rdingizmi? Endi uning biron muhabbatlar yo'shu. Shularni yasib etsangiz-chi, men berman. Darvaqa berman degan gap og'zidan chiqib bo'lishiga, xosha men beshingni yeriman deb bu 5 davban prado ayda olgan ballani dumbalab urib ketadi. Klublarda tugmadak ishlarga yigitlarni o'rishga sep qo'yib o'yan ko'rdigan qizlardek Vinda ularni ajratish uyoq tursin, amganda "Voy opam" deb qo'ymay, bu ishlardan o'zirinib, go'shda qarab turadi. Mo'shinchilik jiq ishlar bo'lib ketgan bo'lsa-mu, Vinda texicha xoshaga haqiqiy ahvolni aytmay, davomli ahmoq qilmoqchi bo'ladi. Yana bir tarafda bo'lsa, urug' tuqqanlar bilan azaldan aralashmay, hamda to'yga qo'pqanda aralashib, o'zining navrsinsi Vindaga kuyab qolgan Xilla bu qiz bilan mijozim kelishamdi yo'q deb, yarlik ramchining iniq keldi. Balam. Manda qarab baqsam, sen jinni o'zi ekansan. U qiz shuni yuzoga ajoyib kelisizlar. Lekin mana. Sal qasmoqchilar ekansan. Faqat bo'lmasa, mendak tarnib yasinib shu. Avi cho'ni yuzo degan bak chingiz keladi. Apika Pakistan birasi yasab ketib qolmasin. Voy, mana. Ko'rindi. Nima dedim men? Chiqdi. Qaranglar. Aranglarda sendan azroq bir Pakistan bola bor-ki. Hozir sening cho'ni yuzorangni fur yuzo qilib deb qopdi. Sen o'zingni kaladiv deb yuguning bilan qizchaqning qo'sqiga sunokan kirib qopdi. Amaliyotda bu ramchining deyishicha, Vinda Xillaning oldingi umrida visoliga yetilmagan oshiqi bo'lib, tarix yana qaytlansa, bu umrdimi u qizga erisholmaydiganligidan derak beradi. Davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Panus salonidan ko'ring. Salon nomi Oshpatti iziqliq. Azlasini bak sapkaraydi. Osh mayli. Nim destavasın. Men unda haqning gaplarini pisandim qilib ketmayman, ha? Haqchi yashamtoq. To'g'ri hozir Davban Panus saloni, Davban yandan bayallab chiqib ketdi sizni do'rab. Chiqara meni asrimni, ha? Ya, men degan yandan bayan, Maka toza, yandan bayan. Senmi yandan bayan, menmi? Maka ko'rayli, maka yandan bayan qila. 抖音